To'g'risi men chiqishiga maza qilaman Mahmudjon aka. Buni hidi ham bir ajoyibda. Maza qilasiz ha, haligi pekarniyaning hidiga o'xshaydi. Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Ko'st emas. Buni tarkibini yana bitta eslataylik. Tarkibida nobodonda bo'lib qolsa ham o'lib qolmaydi. Ikkita bo'lib kelsin inshaalloh. inshaalloh. Sog'lig'imiz bittadan bola tuqqanda ham xudo xolasa 109 olamiz bu yilgi sezonga. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Vulqon Uz kanalining ashaddiy muxlislari, hurmatli obunachilar, barchangizga Allohdan barakali kun tilagan holda biz bugun video syomkalarimizni Namangan viloyati Namangan tumani Pastqiyot qishlog'idan o'sha Kunjarada qo'yib boqadigan Mahmudjon akamizni qo'ralaridan Assalomu alaykum. boshlash arafasida turibmiz. Charchamayapsizmi aka? Rahmat, mazangiz yaxshimi? Sog' salomat. Hormang endi. Salomat. Yangiliklar katta. Katta xudo xolasa. Akalar ekranni qarshisiga bugun yaxshilab o'rnashib olinglar. Xudo xolasa sizlarga bir chiroyli motivatsiya bo'ladigan, xudo xolasa foydali ma'lumot beramiz. Like knopkasini videoni boshidan ko'ryapsizmi? Bittadan qizartirib qo'ying. Xudo xolasa har kuni mana shunaqa chiroyli obzorlar qilishdan to'xtamaymiz. Kanalimizga mehmonlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Biz videomizni boshladik. Mahmudjon aka, nima yangiliklar aka? Yangiliklar hozircha yo'q, xudo xolasa. Maqsad sari g'olg'aga ketyapmiz. Bir qadam oldinga chiqdik deng. Pashti shunaqa desa ham bo'laveradi, xudo xolasa. Bir qadam oldinga chiqdik desak ham bo'laveradi. Xudo xolasa mana akalar. Yangiliklarni mana o'zlaring ko'rishlaring. O'tgan safar hamma qo'y sap-sariq edi. Bu safar hammasini qoraga bo'yab qo'ydik. Qoraga bo'yadik hammasini. Boisi 37 ta qo'yimizni sotdikda 104 ta qo'yib keldik. 104 ta qo'yib kelindi. Endi qanchadir qismini qo'shdik-ku. Asosan 37 ta qo'yimizni sotdikda 104 ta qo'yib keldik, xudo xolasa. Maqsad endi bizni yangi kuzatib turgan obunachilarimiz bo'lsa, maqsad endi mana shu 0 dan 500 tagacha chiqishidi. Chiqishidi. Boshida 6 ta ona bola qo'y bilan boshlangan ish. Mana xudo barakasi. 6 ta ona bola bilan. Haligi qaydadir 10 ta edimi, 6 ta edimi degan kommentariyalar ham negativlar ham yozildi. Bitta videoda 6 ta deganmiz, bitta videoda 10 ta deganmiz. Biz 6 ta ina bola deganmiz. Endi haligi aqlli odam o'zi tushunib olardi. 6 ta ina bola bo'lgandan keyin uje yo 10 ta yo 12 ta hisoblanaveradi-da. Kimdir 10 tamida, 6 tamida aniqini aytinglar deganligini ham yozdi. Aldamanglar deganlar bo'ldi. Keyin kimdirlar qo'y purish ekansan sen degan gaplar bo'libdi kommentariyada o'qiganimizda. Biz endi haliga oldi sotdi qilmaymiz. Endi qilmaymizda umuman sotmaymiz demoqchi emasman. Olib sotar emasmiz bu. Olib sotar emasmiz. Qo'limizda qo'yimiz bo'lsa, boqib sotishimiz mumkin. Endi hamma ham boqqandan keyin sotadi o'z narsasini. Конечно, uni sotmasdan uni boshiga yostiq qilmaydi-yu. To'g'ri. O'sha qo'ylarimizni mana bolalarini olib qolganmiz. Zo'rlarini endi xudo xolasa o'zimizga naslchilik yo'nalishiga mana shu 22 ta qo'zini olib qolganmiz. Bular xudo bersa, xudo xolasa hammasi bo'g'oz ekan. Kechagina doktorimiz ko'rib, hammasi bo'g'oz ekan dedi. Polvon bilan mana svetli qo'yimizdan qochgan ekan, xudo xolasa. Tez kunlarda birinchi bolasi tushadi, xudo xolasa. Endi aka bitta yemni bir yengil ko'rsataylik videoni boshida. Yemni ko'rsatyapmiz, yemni ko'rsatsak, sen nimaga ko'rsatyapsan? Bu yemni nimasini reklama qilyapsan degan kommentariyalar o'qilyapti. Sotgan emas. Biz yemimizni maqtab, kimgadir bir anaqasini qilmoqchi emasmiz. Prosta shuni balingni aniqroq kiritib ketaylik-da. Biz bu yemni yo stanon reklama qilmayapmiz, yo mana shu yemdan olib boqinglar demayapmiz hech kimga. Kundalik hayotda qanaqa boqilyapti turganini ko'rsatib berilyapti. Biz o'zimizni qo'yimiz uchun mana shunday qilib beryapmiz. Mana. Hurmatli obunachilar, pishib chiqyapti bu. Ha, mana pishib qaynoq joydan-da bu. Gap yo'q. Qaynoq joydan. To'g'risi men chiqishiga maza qilaman Mahmudjon aka. Buni hidi ham bir ajoyibda. Maza qilasiz ha, haligi pekarniyaning hidiga o'xshaydi. Ha, xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Ko'st emas. Buni tarkibini yana bitta eslataylik. Tarkibida 9 xil narsamiz bor. Pux, chigit, simichka, yer yong'oq, makka yarmi, bug'doy yarmi, kepak, tuz. Somon. Makkani oz miqdorda. Butunichami yormasimi? Yo'q, makkani vulqonda maydalab, bug'doyni ham maydalab, un holatiga keltirib ikkalasini ham keyin tashladi. Ishlash yaxshimi? Zo'r. Tavsiya qilasizmi? Tavsiya qilamiz. Gap yo'q. Akalar, vulqon drabilkalari kerak bo'lsa, xudo xolasa, tepa qo'ronga qarab kelaverasizlar. Mana akalar, nimaga endi o'tgan safar aytishdiki, yaxshi yemayapti deyishyapti. Qorni to'q bo'lgandan keyin qayeriga yeydi? Qayeriga yeydi? Biz masalan o'zimizni qo'ylarimiz ham shunaqa. To'kib qo'yamiz, keragini yeb yotaveradi. Mana hozir ko'rganingiz mana bular pashti tugatib bo'ldi. Ular ham o'sha asr namozi o'qilgungacha oxirida ham hech nima qolmaydi, xudo xolasa. Mahmudjon aka, bu qo'ylar zo'r o'zgaribdimi?
Ha, xudo xolasa. Kelgandan beri ancha o'zgaribdi. Ancha o'zgardi. Ko'z tegmasin. Hurmatli obunachilar, maqsad o'sha 500 taga chiqish degandilar. Endi qarang. Oldingi qo'yimiz 37 ta edi. 37 bo'g'ozida. 37 qarang, bo'lsa ham nari beri 37 ta, balki 50 ta bola tushsin deylik. Aha. Ha, bulardan barakasini berib 200 ta, 250 ta bo'lib ketsa ham hech gap emas. Mana bularni hammasini bo'g'oz deb sotishdi endi olgan joyimizga. Qashqadaryodan borib olib keldik. Hop, hammasini bo'g'oz deydi. Mana tomonlar to'qli. Bu tomoni ham to'qli. Bular yosh kattaroq. Bularni keyin bo'rdoqqa olib xudo xolasa. Mana to'qlilarni o'tgan safargi usul yana qaytadan qo'llaymiz. Yana 1-2 yil bolasini. Bularni yana 1 yil bolasini olamiz. Bularni xudo xolasa, xudo bersa, ash polvon qo'chqarimizga qo'shamiz. Kattaga. Mana yana 3 ta qo'zi qo'chqarlarimiz bor, addenni. Meni aytyapti deb qarayapti bu ham. Ha. Endi yana bitta zo'r narsa, keling baqa. O'sha polvon qo'chqarimizni Pantera degan o'g'li bor edi. Ha, qora. Ha, qora. Mana o'sha Pantera qo'zimiz. Bu necha oylik edi bu? Bu hozir 4-oyga o'tdi. 4-oy to'layapti. Yirik. Yirik. Hozir bo'yi 80 ga borib qoldi, xudo xolasa. 80 plus bu. 80 plus, ha. Vesi 65 kiloga bordi. 4 oylik qo'zi. 4 oylik polvonning bolasi. Endi buni ukasi bor, narigi tomonda. U 2 oylik bo'ldi. U ham hozir 30 kiloni uryapti. Mana akalar. Kunjaralar. Xo'p, bu yemdagi qo'y bo'kadimi, bo'kmaydimi? Xo'p, bo'kmaydi. Nobodonda bo'kib qolsa ham o'lib qolmaydi. Ha, yengil bo'kadi. Ha, haligi nobodonda bo'kib qoldi deydi-ku endi bir so'z, misol uchun bo'kib qolsa ham o'ladigan darajada bo'kmaydi. Yo, masalan, sizga yangi qo'y kelsa, siz to'kib qo'yaverasizmi oldin? Mana. Yo, oshiqchasi bilan. Ha. Kilasini hisoblayman, misol uchun nechta qo'y bor? Mana shu yerda 30 ta qo'y bormi? Misol 33 ta qo'y bor. Har bittasiga 700 grammdan hisoblayman, tashlayman oldiga. Yo, mabodo kelganda har bir boshiga 3 kilodan berib qo'ysangiz. U qorniga sig'maydi uncha ovqat. Yo, bo'kib qolishi mumkinmi? Yo, mumkin emas. Kamdan kam. Bo'kmagan hali. Bo'kmaganmi? Mana shu qo'ylar kelganiga bugun 4 kun bo'ldi yo 5 kun bo'ldi. Buni videosini ham joylab qo'yamiz, kanalimizda bor. Yo 4 kun yo 5 kun bo'ldi. Kelgan kuni yo'q oldin to'ldirib qo'yganmiz, ya'ni shunday qilib 700 grammdan beraverasiz. Yo'q, qo'ymaymiz. Gap yo'q. Hurmatli onachi, mana shu qo'ylarni ham bir ko'rsataylik. Xudo xolasa aka, men sizni yo'nalishingizga o'z ilgaridan bitta yo'nalishda ketamiz. Meni ham niyatim bor, inshaalloh joylarimiz bityapti. Bitib qolsa, endi bir gapda aborot soni ko'paygani hisob. Ha, hozir bizga sifat kerak emas. Sifatga mana 22 ta qo'yimiz bor, xudo xolasa. Biz hozir sonni ko'paytirib olaylik. O'sha 500 talik tomon olg'a ketyapmiz. Xudo bersa mana 104 ta qo'yimiz bor. Undan 4 tasi qo'chqor, 100 ta sog'lig'imiz bor. 200 ta 250 ta bo'lib kelsin inshaalloh. 100 ta sog'lig'imiz, bittadan bola tuqqanda ham xudo xolasa 100 ta qo'zi olamiz bu yilgi sezonga. 100 ta qo'zi olsak, xudo bersa, bizning qo'yimiz avtomatik 300 taga qarab olg'a bosamiz. 5 taga yana bir 2 qadam qoladi. 2 qadam qoladi. Keyingi yilga xudo xolasa nasib qilsa 5 talikka chiqamiz. Inshaalloh. Aka, buyilib bo'lib kelsin inshaalloh, barakasini berib. Amin. Va qo'ylaringiz haligi tilla narxiga chiqib soting inshaalloh. Haligi yaxshi niyatda baribir. Yaxshi niyat. Hammamizning ishimiz daromad uchun qilinadi. Daromad uchun, to'ppa-to'g'ri. Hech kim yong'oq shaqillashiga qiziqib qo'ymaydi. To'g'ri. Shunaqangi pul bo'lsinki, inshaalloh mashlarning puliga bir 500 ta yana kelsin. Amin. Xudo xolasa. Bular hammasi to'g'li qo'zilar. Birinchi qoringa bo'g'oz. Birinchi qoringa bo'g'oz hammasi. Ha, bo'lsa 2 tishi bor, bitta yarimta, yo'qsa hammasi qo'zi. O'zi mana yuzi aytib turibdi. Buni inshaalloh aka bahorga chiqamiz-ku. Xudo xolasa. Yungini oldirib bir video qilamiz, xudo xolasa. Xudo xolasa. Sifatini ochib, xudo xolasa. Hozir bu masalan buni qo'ylar kashtanda akalar. Bular hammasi kashtan. Kashtan. Yungini bitta olganingizdan keyin bu boshqa chiqib ketadi. O, sizlar chiqargandinglar-ku. 30 nechta edi? 60 bitta. Ha, 60 bitta edi. O'sha 60 bittani havas qilgan edik. 64 ta. 64 tamiz, o'shani havas qilgandik. Xudo xolasa o'shandan biz ham yig'ib keldik. Shunaqa bo'ladi degan umiddamiz, Xudo bersa. Mana akalar. Tovuqqa ko'p gapirishyapti-da aka. Tovuq ko'p gapirishyapti. Tovuqlar muhokamaga sabab bo'lyapti. Endi to'g'risini aytganimda, bu qo'y sohasiga kirishimizga ham tovuq sabab bo'lgan aslida. O katak. O'sha katak anaqa bo'lgan. Endi bularni ham endi nima deydi? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xo'rozni ovozini yaxshi ko'rgan ekanlar-da. Endi keling shular ham yuraversin, qarshi qo'y tagida narsalarni terib yuradi-da. Zarar tekkan yo'q shu kungacha? Hali zararini men ko'rmadim. Hali qo'y, misol uchun tovuq oxlatini yeb qo'yadi, qo'y deyapti, lekin qo'y ham janayotgan ahmoq bo'lmasa ekanda. Yo, endi bitta gap aka, siz kepayib bermaysiz, mayda ham bermaysiz, aralashib ketmaydi. To'g'ri. Bular kunjara yeganda tagiga tushib qolishi ham mumkin. Lekin hali misol mana oxirida ham yuribdi-ku, ko'ryapsiz-ku.
hali misol uchun ashida oxlat tushgan bo'lsa, boyaginda men ko'rdim. Qo'ylar uchun aylanib o'tyapti, tegmayapti demoqchiman-da. Bu qo'ylar yo'q bo'lsam, yangi kelgan qo'ylar, bu aqlli qo'ylar malinaqa emas demoqchiman-da. Shu bu qo'radan nechta turibdi? Bu qo'rada hozir 39 ta. Bitta ina bolamiz bor, shu bilan 40 ta. Xudo xolasa aka, u ina bolamiz polvon qo'chqarimizning bolasi, boya aytdim-ku. Hozir o'shani ko'rsatamiz. Martga chiqib siz bilan bir video qilamiz. Inshaalloh qo'zilagan paytida aka. Xudo xolasa. Martga ham qolmaymiz. Bular endi martda to'liq quturib olsa, Xudo xolasa. Haligi manzara chiroyli bo'ladi, qancha ko'p bo'lsa. Xudo xolasa, Xudo xolasa. Mana aka, o chekkada yurgan emasmi? Mana shu polvonning o'g'li, mana oq yuz. Oq yuz. Hozir olib kelaman. Ushlab olsam, bu to'palarning ichida. Mana. Kel. Jim. Uy. Opa. Mana polvonning o'g'li. Necha oylik bu? Bu 2 oylik bo'lyapti. Hali 2 oylik bo'lgani yo'qmi? Yo'q, hali 2 oyga to'lgani yo'q, 2 oylik bo'lyapti. Lekin yirik. Yirik, mana oldilari, kastaklari zo'r. Quloq shiroklariga ham zo'r. Tumshug'idan o'tadigan. Endi sizga aytganim esingizda bo'lsa, haligi biz tillarni o'zimiz sotib olmaymiz, tillarni chiqaramiz deganim esingizda bo'lsa. Xudo xolasa o'sha maqsad sari olg'a ketyapmiz. Xudo xolasa. Bu birinchi navimiz, xudo xolasa. Qulog'i shirokligi, oq yuzligi, kastaklari. So'liq bu? Yo'q, qo'chqor bu. Qo'chqormi? So'liq bo'lmaydimi aka? Ya buni sog'liqlari bor. Buni sog'liqlari bor. Anaqa zo'r so'liqlarni hozirgi kunda ko'paytirish kerak ekan. Masalan, bitta gapki, bitta qo'chqoringiz bo'lsa, ko'nglingiz to'q, bir 50 ta 60 ta so'liq boqaverasizda. To'g'ri. Lekin so'liqni yaxshisini topish hozirgi kunda muammo bo'lib turibdi. O'zingiz ham masalan shu sohaning ichidasiz. Menimcha hozir masalan 60 ta qo'y oldingiz mana shu qo'rada. 60 ta zo'r so'liqni topishingiz uchun menimcha ancha vaqt ketib qoladi. Agar bitta narsani men endaligi bir paytlar Rossiyada ishlab yurgan paytimizda Qirg'izistonlik bir akamiz bor edilar. Shu odam aytgan ediki menga, bir xil qo'y qilib olishing uchun 50 ta qo'ying bo'lsa, 5 yilda bir xil qo'y qilib olasan degan edi. Ungacha faqat sen tajriba qilib borasan, o'shanda sen bir xil misol bo'yi 85 mi, 90 lik qo'ymi, o'sha 90 lik qo'yni qilib olishing uchun 5 yil vaqting ketadi. Zborni komanda qilish uchun. Endi xudo xolasa biz hozir 22 dan olganmiz, o'shani ham ko'rsatamiz. Xo'p, endi qarang, yosh kattaroq deyapsiz. Qo'rqmasdan olaverdingizmi aka, yosh katta qo'y? Nimadan qo'rqaman? Endi men ham qo'rqmayman, endi obunachilarimiz nomidan so'rab qo'yaman-da. Bunaqa. Mana o yilini ko'ryapsizmi, o katta tushab qo'yganlarni? Xo'p, bularni yoshi 4 tish, 6 tish, 8 tish kampiri ham bor ichida. Bor. Bo'ladi. Bor. Endi biz xudo xolasa bulardan hop bollarni olamiz. Bollarni olib, bollarni 2 oydan keyin sotamiz. Yana shuncha qo'y olib kelamiz biz bollarni puliga. Bularni o'zini bo'rdoqqa tepaga chiqaramiz, polni tepasiga. Tepadagi qo'ylarimiz hammasi pastga tushadi. Demoqchimanki, akalar, qari qo'y ekan, boshqa ekan, o'ylanish kerak emas. Yo'q. To'g'ri, masalan, tish to'kilgan bo'lsa, dalada boqib bo'lmas, yerdan tishlab yeb bo'lmas, lekin oxirida boqadigan bo'lsangiz, endi iloji boricha yoshini olgan yaxshi, lekin yoshi pul bo'lyapti-da hozir aka. Endi mana to'qlida bekor gapirganim yo'q, mana qo'zilarimiz ha. Hop. Endi mash qo'ylarimiz misol deylik, 40 kilo go'sht qiladigan holatga kelsa, bir ham 40 kilo go'sht qiladigan holatga kelsa, bu qo'yni bozorga olib chiqsangiz, men misol keltiryapman, haliga narxini aniq narx aytmayapman-ku. Misol buni 5 million so'raydigan bo'lsa, buni 7 million so'raydi. Shunaqa. Farq o'sha yoshini hisobiga. Farq shunda xolos. Endi misol uchun siz bozordan buni 4 millionga olmaysiz-da bu qo'yni. Mana qo'y olasiz 4 millionga. Shunaqa. Bu qo'yni hech bo'lmaganda 3 millionga olasizda, o'zi avtomatik sizni narxingiz sinib ketyapti-da. Shunaqa. Sotganingizda ham xuddi shunaqa bo'ladi, 500 ming yedirasiz, 500 ming foyda qiladi. Lekin bolasini puli bir. Bolasini puli bir. Bolasini puli bir. Biz bolasidan pul qilamiz-da, yana ina olib kelamiz bolasini puliga. Buni ustiga to'yg'izib, bozorga olsangiz, nimaga bu qari qo'y bolasi ekan deb hech kim aytmaydi. Undoq demaydi hech kim. Chunki qo'zi tamom. Qo'zi akalar. Shuning uchun puli arzonmi, yo'lidami? Menimcha bosish kerak aka, sharoit bor paytda bosish kerak. Imkon qadar harakat qilamiz. Xudo bergancha harakatimiz. O'zimiz ham masalan aka 180 ta haqiqiy kampiradan boqqanmiz. O'zingiz bilasiz, haligi uncha-muncha odam ko'rib yuragi betlamaydigandan boqqanmiz. Shu qo'yni uyga olib kiramanmi deydigan qo'ylar bo'lgan. Haligi esingizda bu Shoboda voqeasini aytib bergandim, o'tgan safargi videoyimizda. Uchib ketib qolmasin deb. Uchib ketib qolmasin deb.
hozir bularni sotsak biz yana o'sha uchib ketib qoladiganlarni olib kelamiz, xudo Olib xolasa. keladi. Olib kelamiz, uni yana obzor qilamiz, xudo bersa. Endi aka bitta gap aytayki, haligi o'tgan gal sariq qo'ylarni ko'rsatib 500 tagacha mashq qo'ylar bilan chiqamiz deyildi. Xo'p. Endi 500 tani akalar iloji boricha etap-metap olib boriladi, lekin buni qo'yga yaxshi pul bo'lib, yaxshi foyda bersa, buni sotib o'rniga yana ko'paytirib olib kelinadi. Xuddi shunaqa, xuddi shunaqa. Bularni puliga endi o'tkazib ham aytganman, bularni puliga men tegmayman. Shunaqa. Boisi maqsad sari olg'a. Imkon qadar men bularni yemishini ham ko'chadan ishlab o'zim tutaman, bilasiz. Ishlagan pulimga olib kelaman bularni yemini. Shuning uchun tiqsangiz tiqasiga olmaysiz. Yo, bularning ichidan hali olganimiz yo'q, xudo xolasa og'irlik qilmasin. 5 tagacha chiqqanimizgacha, 5 taga chiqqanimizdan keyin nimadirlarni qilamiz. Xudo xolasa. Hurmatli onachilar, o'sha aytganimdek, yana noto'g'ri tushunmaysizlar. Balki bir 3 ta videodan keyin, balki 4 ta videodan keyin buni qo'ylarning o'rniga yana sarig'idan paydo bo'lib qoladi deb bo'lsa, bu nima qilyapti degan fikrga bormanglar. Rangi o'zgaryaptimi, demak qo'ylar ko'payyapti. Xudo xolasa, xuddi shunaqa, Xudo xolasa. Xo'p, mana endi lappa bo'g'ozlarimiz bor, Eldorbek. Aha. Mana shu qo'ylarimiz qo'zi, mana o'sha 5-4 kunligi qolibdi xolos bitta ikkitasini. Aha. Tug'adimi bular ham? Bular ham tug'adi, bular ham bo'g'oz ekan, xudo xolasa. Kecha doktorimiz ko'rib turib, mana buni pastga olib tushib qo'ymaysizmi aka? Yo'q, olamiz. Erta yo indinga olamiz. O nargisini ko'ryapsizmi? Ana qo'rani oldida turibdi. U yerini tashab, o'sha shunday yerini bo'lib qolibdi-da uni. Xudo xolasa 5-4 kunligi qolibdi. Endi mana shu yerda mana Shiroki deb qo'yganmiz mana shu qo'yimiz nomini. Endi bular so'rtavoylar, xudo xolasa. Endi haligi bularni ham sotmayman degan joyim emas bu gapim. Misol uchun deylik, bularni bittasini puliga nariga qo'ydan ikkita beradigan holat kelib qolsa, men bularni sotaman. To'g'ri. Endi bitta gapki, sotib bo'lmaydigan o'zi bu dunyoda sanoqli narsalar bor. Xolos. Qolgan narsa puliga kirsa sotish kerak. To'g'ri. Dangal. Masalan, buni qo'rani taxtasizga yoqib qoldimi, aloqa mana shu taxtani sotasizmi desangiz, puliga kirsa hamma narsa ham sotiladi. Taxtasi ham sotiladi. Buni reklama qilib sotish maqsadida reklama qilmayapmiz. Prosta haligi joyi kelsa negativ bo'lib qolib yozilib qolmasin-da, haligi bular sotmaymiz deganida, 5 taga chiqamiz deganida degan gapimiz bo'lmasligi uchun buni oldindan aytib qo'yamiz. Joyi kelsa bosiladi. Mana polvon qo'chqaramiz o'sha. Mana. Bo'yi 1+mi bu? 1+ bu. 1+ mana hurmatli obunachilar. Tishi 6-sini chiqaryapti. 6 ta. 3 yillik qo'chqor ekanda. 3 yillik qo'chqor endi haligi holatga kelyapti. Endi kuchi kelyapti, xudo xolasa. Tobiga. Ha. Xo'p, mana akalar, endi Qirg'izistonning qo'ylaridan o'zimizning mesniy hisorlarga o'tilyapti. Inshaalloh. Bular ham mesniy o'zimiznikilar, mana ular ham. Bularni ispitaniya uchun olib keldim. Yangi kanal ochganman. Toshbuloq Arashan. Teplisida qo'y boqamiz degan ikkita kanal ochganman-da. Bu qo'ylar endi hozir kecha yaqinda keldi. Bularni klasini tortib, qo'yib, kundan kunga o'zgarishi imkon qadar qo'limdan kelgancha harakat qilaman deb harakat qilib turibman hozircha. Endi 1-2 kundan keyin o'sha taroziga qo'yib, xudo xolasa kanalimizga o'tib obuna bo'lib qolishsa, xudo xolasa. Akalar, Toshbuloq Arashan. Toshbuloq bu turgan joyimiz asosan Toshbuloq deb tanishadi. Shu joy nomini va Arashan deb nom berildi. YouTube'dan ham Teplisida qo'y boqamiz, ikkita kanalda. Teplisida qo'y boqamiz YouTube'dami, Instagramdami? Ikkalasida. Teplisida qo'y boqamiz YouTube'da, Toshbuloq Arashan Instagramda. Mana akalar. Xo'p, endi men aka bitta narsani plan qilib turibman. Xo'p. Xitoyning qo'ylari bor ekan. Xitoyi? Ha. Xo'p. Rangi mana shularga o'xshab ketadi, qora. Figuralari, lekin kallalari boshqa, quloqlari ham boshqa. Ana shu qo'yni hozir qidirib yuribman. Agar bu joyda topilib qolib, endi bizning sharoitimizga yarasha pulga chiqib qolsa, olib kelib ana shundan ko'paytiramiz. Arashanga chachishtiramiz inshaalloh. Xudo xolasa. Ana shu qo'yni men niyat qildim. Yirikligi ham yirik, garbanoslar, o'sha siz so'ragan, siz kutgan narsalar bor. Quloqlar haqiqiy Shiroki uzun, yaxshi sort bor ekan Xitoyda. Endi agar u O'zbekistonda kimning qorasida bor bilmayman, mabodo bizni pulimiz yetadigan summada bo'lsa, olib kelamiz inshaalloh. Siz bilan birgalikda bir chiroyli ishlar qilamiz aka. Xudo xolasa. Xo'p, menimcha akalar ma'lumotlarni berdik buguncha, yangiliklarni ma'lumotini berdik. Yangi boshlamoqchi bo'lgan akalarimizga motivatsiya, kunni kech qilmasdan gazini bosish kerak. Bittaga sharoitingiz yetyaptimi, ikkitaga sharoitingiz yetyaptimi? Aynan mana shu ko'rib turgan qo'rangiz ham 6 dona ona bola qo'y bilan boshlangan
biznes desa ham bo'laveradi. Shunaqa. Biznes desa ham Biznes bo'laveradi. desa ham bo'laveradi. Hamma narsa qadamma-qadam. Hech kim narvonni oxiriga bitta qadamda chiqa olmagan, To'g'ri. chiqa olmaydi ham. To'g'ri. Etapma-etap inshaalloh hamma narsa amalga oshadi. Hurmatli obunachilar, hammamizni chorvamizga Alloh baraka bersin. Kommentariyada har safar duo qilib turibsizlar. Duo qilib turgan akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. 2026-yilda so'ngigacha har birimizni qo'ramizdan kamida mana shunchadan bo'lsin, hurmatli obunachilar. Musofirda akalarimiz qayerdan kuzatyapsizlar? Kommentariyada yozinglar. Har bitta komment o'qiyapmiz. Mabodo javob bera olmay qolyapti bo'lsak, uzr. Sababi minglab komment kelyapti. To'g'ri. Fiziki uspet qilmay qolyapmiz dangal, lekin o'qiyapmiz aka. O'qiyapmiz, to'g'ri. O'qiyapmiz, qo'ldan kelgancha javob beryapmiz. Videomiz mana shu yerda yakunlaymiz. Oxirigacha ko'rgan akalarimizga rahmat deymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ketkizgan vaqtlaringiz rozi bo'lib qo'yasizlar. Vaqtingizni ayamaganingiz uchun sizga ham rahmat aka. Sizlarga ham rahmat.